har qanday biznes g'oya, xoh u an'anaviy biznes bo'lsin, xoh u startap bo'lsin, investitsiyaga muhtoj, ya'ni moliyaviy ko'makka. Biz g'oyangizga moliyaviy ko'makni, ya'ni investitsiyani beruvchilarni va g'oya mualliflarini bir nuqtaga jamladik. Investorlar kunining navbatdagi manzili Qarshi shahri, ya'ni Qashqadaryo viloyati. Biz allaqachon yoshlar va investorlar uchrashuvini boshlab bo'ldik. Tadbir tafsilotlarini ushbu videoda batafsil ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, ushbu tadbir oylar davomida har oy boshqa viloyatlarda ham davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Tadbirimizga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz va siz qatori ko'plab yosh startaplarni ko'rganimizdan juda mamnunmiz. Qashqadaryoda rostdan ham juda ko'p g'oya egalari ancha yig'ilgan ekan. Biz ularni ko'rdik. Loyihangiz menga shaxsan juda yoqdi. Balki ishingizdan yaxshi ko'rganim uchundir. Yosh ko'rinasiz. O'z haqingizda ham ozgina ma'lumot bering. Ismim Ismoilova Gulruh, Qarshi davlat universiteti 2-bosqich talabasi, moliya va moliyaviy texnologiya yo'nalishida talabaman. Yoshim 19da. Investorlarimizga yoqdi, chunki savol berildi, qiziqish bildirildi. Bu degani ular kelajakka ishonishdi. Va ularni bergan tavsiyalarini o'rgandim. Men kelajakda yana ham o'shalarni qo'llab yaxshilayman loyihani. Assalomu alaykum. Sizni tadbirimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Saqizda ko'p eshitdik. Hozirgi kunda eng chiroyli, eng yumshoq o'yinchoqlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanar ekansiz. Iltimos bizning kuzatuvchilarimizga ish faoliyati haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Ismim O'rolova Aziza. Yoshim 22 da. Haqiqatan ham hozir yumshoq o'yinchoqlar ishlab chiqarish sohasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. 6 ta xotin-qiz ish bilan ta'minlaganman. O'sha yumshoq o'yinchoqlarimni do'konlarga, bozorlarga va yaqinda to'y-bola zavodi bilan ham ishlash arafasidamiz. O'yinchoqlarimda milliyligimizni uyg'unlashtirishni reja qilganman. Yoshlarga tavsiya beramanki, o'z bizneslarini boshlamoqchi bo'lsa, qo'rqmasdan harakat qilib, o'z g'oyalarini ilgari surishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Assalomu alaykum. Bugun investorlar kunida Qarshiga kelgan mehmonimiz Doha Tech Angels'dan Tohirjon, o'zbekistonlik, lekin Qatardagi boy investorlarni Angel klubini boshqaradilar. Bu yerda O'zbekistondan startaplar Qatarga borib, hozir Tohirjon orqali investitsiya olish mumkin. Tohirjon, xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Davron aka aytganlaridek, O'zbekistondan keladigan barcha founderlar menga bog'lanishsa, ularga investitsiya olish bo'yicha qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Hammangizni investitsiyalar olish uchun investorlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Sizni tadbirimizga ko'rib turganimizdan xursandmiz. Tadbir haqida biroz fikrlaringiz bilan bo'lsangiz. Tadbirga Startup Garage bizni taklif qildi. Ularning rezidenti hisoblanamiz. Bu yerga kelib o'zimizni loyihamizni taqdimot qildik. Loyihamning nomi Karmon AI, shaxsiy moliyani boshqarish uchun yaratilgan innovatsion loyiha. 5-6 ta investorlar bilan gaplashdik. O'zimning loyihamni taqdimot qildim va bugun biz o'zimizning loyihamizga $50 ming investitsiya jalb qildik. Tabriklayman. Rahmat. Loyihangiz o'ylaymanki, kelajakda juda katta yutuqlarga, muvaffaqiyatga erishadi. Jamoangizga va sizga omad. Rahmat. Rahmat.